O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 378-moddasida mulk huquqi paydo bo'lgan kundan boshlab 36 oy ichida sotilgan turar joy obyektlariga nisbatan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisoblanishi ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni siz egaligingizdagi uy-joy, kvartira yoki dala hovli sotib olingan kundan boshlab 36 kalendar oy ichida sotiladigan bo'lsa, unga nisbatan xonadonni olish va sotish narxi orasidagi ijobiy farqdan 12% stavkada jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisoblanadi. Masalan, siz 2024-yil aprel oyida 200 million so'mga xonadon xarid qildingiz va mazkur xonadonni 2025-yil dekabr oyida, ya'ni hali 36 oy to'lmasdan turib 250 million so'mga sotdingiz. Mazkur holatda sizdan 2026-yil 1-aprelga qadar jismoniy shaxslarning jami yillik daromadi to'g'risida deklaratsiyani to'ldirish hamda xonadonni olish va sotish narxi orasidagi ijobiy farq, ya'ni 50 million so'mdan kelib chiqib, 12% stavkada jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lashingiz talab qilinadi.